Assalomu alaykum aziz obunachilar, hammaga salom. Sizlar bilan bugun Gaming Uz kanali va bugun bizda yangi video Slendrina o'yinini birgalikda o'ynaymiz. Videomiz boshlashdan oldin kanalimizga like bosing, obuna bo'ling va kommentariyada o'z izohlaringizni qoldiring. Va biz o'yinni boshladik. Eng yomon ko'rgan personajim o'zi ana shu Slendrina. Yana men ko'ryapsizlarmi, Slendrinani o'ynayapman. Nima degan gap bu? Eng yomon ko'rgan personajim mana Slendrina. Granny'ni ham ko'rgan bo'lsanglar, Slendrina qo'shmay o'ynayman. Chunki yo'q joydan paydo bo'lib qoladi. Va deydi, mana va bo'lib qolaman. Uy mana. Slendrina kallasi. Oppa yomon. O'zi boshdan chiqdi. U kallik yaxshi. O'zi bitta kitob bor. Yaramas Slendrina. Slendrina. O'rgimchak Slendrina. Bitta kaltimiz ketdi. Ko'rgan bo'lsanglar, Granny 2 da ham kichkina bolachani o'ldirgan paytim shunaqa ovoz chiqardi. Ikkita kitob topdik o'zi do'stlar. Opa. Salom opa. Nima bo'ldi o'zi? Yaramas. Bu o'yin o'ylaganimdek emas ekan. Yo'q, hech narsa yo'q. Yaramas Slendrina. Tezroq kitoblarni qochishim kerak edi. Chunki Slendrina bilan ko'p o'tira olmayman. Yo'q joydan paydo bo'lib qoladi. Bog'dan ketdik endi. Yaramas Slendrina. Yaramas Slendrina, yaramas. Ko'ryapsizlarmi? Yo'q joydan paydo bo'lib qoladi. Odamni achchig'ini chiqarib, asabini chiqarib. Bu yerga bir qarab kelaylik xona. Bu yerda nima bor? Ha, biz eshikdan shu yerdan kirgandik. Ha. Yaramas Slendrina. Bu yerlarni o'chgan ekanmiz. Men aylanib yuribman deb o'ylayapman-da. Shu yerga bormadik-ku. Yo, bordikmi? Birlar kepbizda. Yaramas Slendrina. Men aylanib yuribman, yaramas Slendrina. Aylanib yuribmanman. Yaramas. Qaydan bo'lsam bo'ladi. Yaramas. Shu yerlarni aylanish kerak. Bu yerdan ketdim hamayli. Yo'q, demak bu yerda kitob qolmagan. Mayli, kitob chiqmay qolsa. Lekin xato izladim cho'qqa. Bitta kitob yaxshi. O'zi 3 tasini topdik, yana 5 ta kerak. Yaramas. Bu yerni ochamiz. Bu yerda bormi kitob? Yo'q. Kitob yo'q. Nima ovozi bu? Slendrina qo'rqitma. Yo'q, hech kim. Labirint ekan, aylanib yuribman hozir shekilli. Kalitga ochildi. Yaxshi. Kitob 50%. 50%ni bajardi jigarlar. Yaramas Slendrina. Yaramas. Bu yerda nima chiqadi? Yo'q. Kalit chiqqandan zo'rish bo'lardi. Yaramas. Bu yerdan ketdik ha. Ikkita eshik bor ekan. O'zi ochildimi? Yaxshi kitob. Slendrina o'tiribdi. Yaramas.
Yo'q, hech narsa yo'q. Qonli eshik. Yaramas. Qulf. Kalit kerak bizga. Silindrinani o'rgimchak sifati. Chiyillayapti. Kitobim hech chiqmayapti. Ko'proq o'zi kalit bilan kitob kerak o'zi. Bola o'zi shu kitob bilan kalit topiladi bu yerda. Kalit. Yaxshi, mana bu yerda bitta kitob bor ekan. Ana 6 ta bo'lgan 2 dona kitob kerak do'stlar. Yaramas silindrinadan qochib ketamiz. Mana 1 dona kitob qoldi do'stlar. Boyagi qonli eshikni ochib ko'ramiz endi. Qayerdan kelganimni eslay olarmikanman? Ana shu yerdan yurdim. Nima bo'lsa bo'ldi. Mana, topdim. Shu yerdan chiq kitob, yana kalit. Silindrina o'tiribdi. Salom silindrina. Hay silindrina. Yaramas silindrina. Yaramas. Qayerdan ketay? Bu yer yo'q, bu yer javon. Adashib qolish 100% ekan bu yerda. Mana bu yerda ochilmagan kart bor ekan. Bo'ldi. Endi bu yerdan qanday chiqib ketaman? Bu yerdan? Bitta kalt ham topib oldim. Do'stlar. Yana javon, shu javon. Ketdim men shu yerdan. Adashib qoldim. Voy, yana shu qonli xona. Mana bu yerdan ketay qani. Shu yerdan kelganmidim? Yo'q, yaramas. Adashib qoldim. Do'stlar, adashib qoldim. Birinchi marta o'ynashim do'stlar. Mana shu yerdan ketaylik qani. Silindrina chiqmayapti. Mana bu yerdan ketsam. Yo'q. Adashib qoldim do'stlar. Yana shu javon. Do'stlar, qochdik biz. Yaramas silindrinadan. Sovul, yaramas silindrina. Shunday. Yaramas silindrina. Do'stlar, biz silindrinani ham yutdik.